Assalomu alaykum. Men Samar. Kelinglar, birga sayohatga chiqamiz. O'zbekistonning mo'jizalarini kashf etamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Men Samar. Bugun sizlarga moviy qo'shinlar quyosh nurlarida jilolanadigan, tarix nafasi ufurib turgan muqaddas joy Samarqanddagi Shohizinda majmuasi haqida hikoya qilaman. Shohizinda fors tilidan olingan bo'lib, tirik shoh degan ma'noni bildiradi. Bu nom bevosita ushbu majmuaning yuragi hisoblangan Qusam ibn Abbos maqbarasi bilan bog'liq. Tarixiy manbalarga ko'ra, bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning amakivachchalari Qusam ibn Abbos dafn etilganlar. U zot islom dinini yoyish maqsadida Samarqandga kelganlar va shu yerda vafot etganlari aytiladi. Ammo xalq orasida yana bir rivoyat bor. U zot tirik holda g'oyib bo'lgan. Shu sababli bu maskan Shohizinda, tirik shoh deb nom olgan. Shohizinda majmuasining tarixi juda chuqur ildizlarga ega. U dastlab 11-asrda Qoraxoniylar sulolasi davrida shakllana boshlagan. 1066-yilda bu yerda Tamlaj xon tomonidan madrasa ham qurilgan. Keyinchalik 11-12-asrlarda bu hududda yangi maqbaralar qad ko'tara boshladi. 13-asrda Mo'g'ullar istilosi natijasida majmuaning ko'plab qadimiy inshootlari vayron bo'ladi. Ammo tarix bu yerda to'xtab qolmaydi. 14-asrdan boshlab Shohizinda yana tiklana boshlaydi. Ayniqsa, Sohibqiron Amir Temur hukmronligi davrida bu yerda qurilish ishlari nihoyatda jadallashadi. Shu davrda nafis qo'shinlar bilan bezatilgan maqbaralar bunyod etiladi va majmua bugungi ko'rinishiga yaqinlashadi. Shohizinda majmuasi 3 asosiy qismdan iborat: quyi, o'rta va yuqori guruh. Quyi qismida Mirzo Ulug'bekning o'g'li tomonidan qurilgan Abdulaziz Chohtog'i, Davlat Qushbegi madrasasi va nafis naqshlar bilan bezatilgan masjid joylashgan. O'rta qismida Amirzoda maqbarasi, Tug'lu Tekin madrasasi, Shirinbeka og'o va Tubkan og'o maqbaralari joylashgan bo'lib, ular Temuriylar davri me'morchiligining eng go'zal namunalaridandir. Yuqori qismi esa ziyoratxona, 3 qismli masjid, Xoja Ahmad maqbarasi, Tuman og'o majmuasi va 14-asrga oid boshqa inshootlar mavjud. Bu majmua tarkibida 20 dan ortiq tarixiy inshootlar mavjud bo'lib, ularning barchasi davlat muhofazasiga olingan. Bugungi kunda Shohizinda majmuasi UNESCO tomonidan Samarqand madaniyatlar chorrahasi nomi bilan jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Men Samar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.